Binafsha shu'lasi asari. Muallif Usoma Muslim. Ikkinchi kitob. 7-qism. Dardli yurak faryodi. O'sha kundan boshlab ko'p narsalar o'zgardi. Ayniqsa Maryam xonim bilan Rozi o'rtasidagi munosabatda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Maryam endi avvalgidek Rozi bilan ko'p to'qnash kelmaydigan bo'ldi. Rozi unga onda-sonda duch kelib qolar, shunda ham oralaridagi suhbat juda qisqa, lo'nda bo'lardi. Faqat bir safargisi uzoqroq cho'zildi. O'shanda Maryam ertalab soat 9lar atrofida kabinetidan chiqib, ovqatlanish xonasiga yo'l oldi. U janob Nizom odatdagidek Rozi bilan Haninga dars berayotgan bo'lsa kerak deb o'ylagandi. Ammo ovqatlanish xonasida ularning birortasini ham uchratmadi. Qaytib ketayotib, yerda yotgan kumush zanjirga ko'zi tushib qoldi. Uni olib, barmoqlari bilan paypasladi. Bir necha lahza unga tikilib turgach, boshini ko'tarib, eshik tomonga, kulgi aralash baqir-chaqir ovozlari eshitilayotgan tarafga qaradi. Maryamning yuzidagi ifoda o'zgarmay turib, orqa tomondan Sabohning ovozi eshitildi. Xayrli tong, Maryam xonim. Nonushta paytida sizni topolmadik. Yangitdan dasturxon tuzab beraymi? Maryam eshik tomondan eshitilayotgan kulgi ovozlarini quloq uzmay qasrning ostonasida tinglardi. Bugun janob Nizom kelmadimi? Yo'q, tongda qo'ng'iroq qildi. O'g'lining mazasi bo'lmay qolibdi. Bugun kelolmas ekan. Maryam kaftidagi kumush zanjirga qarab qo'yib so'radi. Rozi qayerga ketdi unda? Saboh kuldi. Hanin bilan boqqa to'p o'ynagani chiqishdi. Kutilmagan ta'tildan juda xursand bo'lib ketishdi shekilli. Maryam zanjirni mahkam ushlab, eshik tomonga yugurdi. Uni ochib, tashqariga chiqdi. Bir necha qadam yurgandan keyin to'xtab, bir-biriga to'p otib kulishayotgan Rozi bilan Haninni tomosha qilib turdi. Saboh uning ortidan kelib so'radi. Menga xizmat bormi, xonim? Maryam Rozi bilan Hanindan ko'zini uzmay javob berdi. Kecha oshxonaning yertalasiga tushgandim. Juda iflos bo'lib ketibdi. Oxirgi marta qachon tozalagan edinglar? Bir hafta oldin. Yaxshi, tozalamabsizlar. Bo'shatib boshqatdan tozalanglar. Xo'p bo'ladi, hozir xizmatchilarga aytaman. Yo'q, ularni chalg'itma. Haninga ayt, o'zi qilsin. Hanin? Ha, nima? Yo'q, bir ikkita xizmatchiga ham aytaymi? Qarashib turishsa tezroq tugatishadi. Maryam to'p o'ynashda davom etayotgan Rozi bilan Hanindan ko'z uzmasdi. Yo'q, bir o'zi qilsin. Boshqalarni chalg'itma dedim-ku. Lekin bir o'zi tozalasa ancha vaqt ketib qoladi-ku. Bilaman. Saboh boshini egdi. Xo'p bo'ladi, nima desangiz shu, xonim. Saboh qizini yoniga chaqirdi. To'p o'ynab, yuzi qizarib ketgan Hanin onasining oldiga yugurib keldi. Ikkovi birga ichkariga kirib ketishdi. Haninning ortidan qo'lida to'p ko'targan Rozi keldi. Maza qildingmi? So'radi Maryam. Harsillab nafas olayotgan Rozi to'pni baland ko'tardi. Anchadan beri bunaqa harakat qilmagandim. Terlab ketdim, lekin men yutdim. Maryam qo'lidagi kumush zanjirni Roziga uzatib, sokin, ammo kinoyali ohangda dedi. Tabriklayman. Senga bu mukofot. Rozi Maryamning qo'lidagi kumush zanjirni ko'rib, shu zahoti qo'li bilan ko'ksini paypasladi. So'ng hayron bo'ldi. Yugurib ketayotib, tushirib qo'yibman shekilli. Maryam hamon qo'lini cho'zib turardi. Hechqisi yo'q. O'zi shunaqa bo'ladi. Biz uchun qadri yo'q narsalarning yo'qolgani sezilmaydi. Rozi zanjirni Maryamning qo'lidan olib, bo'yniga taqib oldi, lekin Maryamga hech narsa demadi. U Maryamning holatini darrov sezgan. Hozir uning qalbi hissiyotga to'la ekanini, bu hissiyotlarning birortasi ham mamnunlik yoki saodatdan darak bermayotganini anglagan edi. Shuning uchun Maryamni battar ranjitgisi kelmadi. Shu voqeadan keyin Rozi yanada mustaqilroq bo'lish, Maryam xonimga bog'liqlikni kamaytirish fursati yetganini sezdi. Ayniqsa, yashash, yeb-ichish kabi shaxsiy masalalarda shunday qilishim shart degan o'y paydo bo'ldi. Rozi oldiniga haftalarni g'animat bilib, Jobirdan mashina haydashni o'rgana boshladi. Yaxshilab o'rganib olgach, to'planib qolgan maoshlaridan arzonroq mashina sotib olib, fabrikaga ham o'zi qatnaydigan bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay, ishchilar yotoqxonasiga ko'chib o'tmoqchiligini aytib, Maryamdan ruxsat so'radi. Maryam sababini so'ragan edi. O'zimni erkinroq his qilay,
Aslida mening joyim qasrda emas, o'sha joyda dedi. Bu gap Maryamga unchalik yoqmagan bo'lsa-da, Roziga jiddiy qarshilik ko'rsatmadi. Uning istakini bajarib, xodimlarga yotoqxonadagi eng yaxshi xonani ajratib berishni buyurdi. Maryam Rozining mashina haydashni o'rganib olganini, o'sha kunlarda mashina olib ishga mashinada ketayotganini eshitgach, yuqori qavatga Rozining sobiq xonasiga bordi. Eshik oldida turib, xonadagi narsalarni yig'ishtirayotgan Roziga birpas qarab turdi. Mashina haydashni o'rganib olibsan. Mashina ham sotib olibsan. Muborak bo'lsin. Eshitmabman ham. Rozi kiyimlarini jomadonga joylayotib, unga kulib qaradi. Yo'qligingizda ko'p ishlar bo'ldi. Yo'qligimda? Bu nima deganing? Rozi jomadonini yopib, unga biroz uyalinqirab qaradi. Uzr, Maryam xonim, noto'g'ri gapirib qo'ydim. E'tibor bermang. Bu yerdan tezroq ketging kelayotganiga o'xshaydi, dedi Maryam xo'rsinib. Rozi jomadonini ko'tarib, Maryamning mahzun ko'zlariga tikildi. Sizga ortiqcha yuk bo'lishni istamayman. Bu gapdan Maryamning ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Sen menga hech qachon yuk bo'lmagansan. Bilaman, men uchun qilgan barcha yaxshiliklaringiz uchun minnatdorman. Lekin endi men boshqa insonman, o'z kuchiga ishonadigan. Bularning barchasiga siz sababli erishdim. Men senga o'zing loyiq bo'lmagan yoki o'z kuching bilan erisha olmaydigan hech narsani taqdim qilmadim. Shunchaki hayotingda bosib o'tayotgan qadamlaringdan biri bo'ldim xolos. Yanada yaxshiroq hayot sari bosadigan ilk qadamlaring ichida borligimdan baxtliman. Yo'q xonim, shunchaki emas. Siz uzun yo'limni yoritib turadigan quyoshimsiz. Agar bu quyosh botadigan bo'lsa, hayotim zulmatga aylanadi. Men bu zimistonda yo'qolib qolaman. Men o'zligimni siz bilan topdim. Doimo siz bilan bo'laman. Bu dunyoda o'zimni biror narsaga bag'ishlasam, xuddi siz meni baxtli qilganingizdek, sizni baxtli qilishga bag'ishlayman. Siz hatto o'zimga ishonmagan paytimda menga ishonch bildirgan yagona insonsiz. Siz mening qo'limdan tutib, sabr bilan, umid bilan orzularim cho'qqisiga olib chiqdingiz. Men bu cho'qqidan qarab, baxtimni ufq sari cho'zilgan gullar vodiysi deb o'yladim. Siz esa barmog'ingiz bilan ishora qilib, bor, baxtli hayoting seni kutyapti dedingiz. Maryam qo'li bilan og'zini berkitib, vujudini egallagan mahzunlikni yashirishga harakat qilib, boshini egdi. Ko'zlaridan otilib chiqishga intilib, harakatlanayotgan yoshlarni yashirib, indamay turaverdi. Yuragi esa jang nog'oralari yanglig' do'kirlardi. Rozi u tomon bir necha qadam tashlab, yuzma-yuz keldi. Lekin men o'sha cho'qqidan qarasam, baxtim o'sha gullar vodiysida ekan. Maryam yalt etib unga qaradi. Kaftini og'zidan olmadi, lekin ko'z yoshlari allaqachon yonoqlariga, qo'lining yuza qismiga to'kila boshlagan edi. Maryam hech narsa demay, yosh to'la ko'zlari bilan Roziga termilib turar. Rozi esa gapida davom etardi. Chunki baxtim yonimda, ko'z o'ngimda ekan. U bugun vujudi bilan men uchun jon kuydirayotgan ekan. Bu jonkuyarliklar har safar u bilan gaplashganimda, ko'zlarining chaqnashida, tabassumim ortidan keladigan tabassumida, bezovtaligim ortidan keladigan xavotir olishida, siqilganimdan xafa bo'lishida, hech bir minnatsiz qilgan fidoyiligida sezilib turadi. Men esa ahmoq bo'lganman, chunki buni avvalroq anglamaganman. Rozi o'zi hech sezmagan holda Maryamni senlashga o'tib ketdi. Ko'r ekanman, seni baxtim yonimdaligini ko'rmabman. Sen mening hayotimni yoritgan oy ekansan. Lekin bu oyning nuri mendan uzoqlashganiga ko'zim ochildi. Lekin endi hammasini ko'rdim, hammasini tushundim. Meni sevib qolganimni, seni o'z jonimdan ham ortiq sevib qolganimni tushundim. Men baxt deganda faqat seni tushunaman. Sensiz hayot emas. Maryamning ko'z yoshlari bo'g'ziga tiqilar, hasrat, quvonch va xavotir to'la ovozi titrardi. Rostdanmi? Rostdan ham shunday deb o'ylaysanmi? Bu gaplar yuragingdan chiqyaptimi? Rozi qo'lidagi jomadonni yoniga qo'ydi. Sen yonimda bo'lganingda aqlimni yo'qotib qo'yaman. Hamma narsaning tizginini yuragimga o'tib qoladi. Senga aytadigan har bir gapimni, qiladigan har bir harakatimni faqat yuragim aytadi, yuragim qiladi. Quvonchdan, baxtdan ko'zlari chaqnab ketgan Maryam yuragining tub-tubiga zanjirband qilib qo'ygan gaplarini ozodlikka chiqardi. Men ham seni sevaman, Rozi. Bu damlarni qancha kutganimni bilsang edi. Sen hayotimning mazmuni, borligimning sababchisisan. Shunday qilib, Rozining mustaqil bo'lish fikri o'zgarib, Maryam bilan oila qurish fikriga aylanib ketdi.
Rozi o'sha zahoti Maryamning qo'lini so'radi. Maryam o'ylab ham o'tirmay darhol rozi bo'ldi, lekin to'yni hech qanday dabdabasiz, soddagina o'tkazishni xohlayotganini aytdi. Rozi bunga qarshilik bildirmadi. Bilasan-ku, men bunaqa narsalarga mutlaqo uzoqman. Men uchun tadbirlar va marosimlar aslo muhim emas. Sen bilan abadul-abad birga bo'lsam bo'ldi. Rozi, bu juda muhim qadam. Bu qadamni qo'yishdan oldin kichkina shartim bor. Qanaqa shart? Oldin uyingga borib, vaziyatni tushuntirasan. Ota-onangni to'yimizga olib kelasan. Ungacha nikohimiz haqida hech kimga indamay turamiz. Yaxshi, unda birga boramiz. Yo'q, o'zing borasan. O'zing borganing yaxshi. Shunday qilsak, to'g'ri bo'ladi. Ertaga yo'q, birinchi poyezdda yo'lga chiqaman. Iloji boricha tezroq qaytishga harakat qilaman. Xo'p desang, Jobir bilan mashinada borsang degandim. Mayli, farqi yo'q. Yaxshi, unda tongdayoq Jobir bilan yo'lga tushamiz. Maryam jilmaydi. Uzoq qolib ketma, sog'inib qolaman. Aslida sog'inchdan ado bo'ladiganidan menman. Rozi erta tongda quyosh chiqishidan yarim soat oldin uyg'ondi. Yengilgina cho'milib oldi. So'ngra yaxshi liboslarini kiyib, kichikroq jomadonga yana 3-4 ta kiyimini soldi-da, pastki qavatga tushdi. Pastda uni Maryam bilan Saboh kutib turishgan ekan. Maryamning qo'lida kichikroq ovqat bor ekan. Maryam jilmayib, qo'lidagi savatni Roziga uzatdi. Safaring bexatar bo'lsin. Nima bu? Ozroq yegulik. Yo'lda yersizlar. Jobir kutyapti. Rozi Sabohning oldiga hislarini namoyon qilishdan chekinib, tabassum qildi. Rahmat, Maryam xonim. Maryam ham sir boy bermay, jilmayib qo'ydi. Molikka aytdim, 3 kunlik ta'tilga chiqdi dedim. 3 kun yetadimi? Ha, yetadi. Uzog'i bilan 1 yoki 2 kunda qaytaman. Oqyo'l, kelishganimizdek, men tayyorgarlik ko'rib turaman. Rozi tashqariga chiqib, jomadonini Jobirga tutqazdi. Keyin mashinaga minib, qishlog'i tomon otlandi. Maryam ostonada turib, mashina ko'rinmay ketgunicha ko'zini uzmadi. Keyin yonida turgan Sabohga qaradi. Janob Hozimga qo'ng'iroq qil. Kechqurun ko'rishmoqchi ekanlar degin. Saboh boshini egdi. Xo'p bo'ladi, xonim. Bir necha soatdan keyin Rozi qishlog'iga yetib keldi. Tepalikdagi mehmonxonaga borib, 2 xona oldi. Lekin xonaga joylashib ham o'tirmay, to'g'ri uyiga otlandi. Jobirga yo'lni o'zi ko'rsatib ketdi. Yetib borishgach, Rozi mashinasidan tushib, oddiygina uyiga birpas qarab o'tirdi. To'g'ri keldikmi, janob? So'radi Jobir. Ha. Jobir mashinadan tushib, Rozi o'tirgan tarafdagi orqa eshikni ochdi. Eshikni taqillataymi? Yo'q, o'zim. Meni kutib tursangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Rozi mashinadan tushib, qadrdon uyining eski yog'och eshigini taqillatdi. Shu payt eshik ochiq turishini yaxshi bilsa ham, bir necha oy yo'q bo'lib ketganidan keyin uyiga to'satdan bostirib kirgisi kelmadi. Buning o'rniga ust-boshini tartiblab, kostyumining tugmalarini qadab, bo'ynidagi bo'yinbog'ini to'g'irlab oldi. Shu orada eshik ham ochildi. Eshikni ochgan onasi ekan. O'g'lini ko'rishi bilan qovog'ini solib, eshikni uning yuziga qarsillatib yopdi. Rozi onasining bu ishidan biroz xafa bo'lsa ham, buni tabiiy qabul qildi. Taxminan shunday bo'lishini bilgan edi. Rozi o'ziga kelib olgach, eshikni ochib, ichkari kirdi. Onasi ichkarida, otasining kursisida devorga tikilib o'tirardi. Ona ichkariga kirgan o'g'liga qarab qo'ymadi. Uni nazariga ham ilmadi. Rozi kichik stol atrofidagi kursilardan birini tortib, onasiga yaqinroq o'tirdi. Assalomu alaykum, oyi. Ahvolingiz yaxshimi? Sizni rosa sog'indim. Onasi unga javob qaytarmay, xo'mraygancha ro'parasiga qarab o'tiraverdi. Otam qayerdalar? So'radi Rozi atrofga alanglab. Onasi yana indamay, o'qraygancha o'tiraverdi. Rozi qo'lini cho'zib, onasining qo'liga qo'ydi. Meni Ona uning qo'lini siltab tashladi. O'jarlik bilan unga qiyo ham boqmay so'radi. Nega kelding? Nima kerak senga? Baribir qachondir qaytib kelaman-ku. Men o'qib odam bo'lish uchun, orzularimni ro'yobga chiqarish uchun ketgandim, oyi. Xo'sh, maqsadingga erishdingmi? Dedi ona zaharxanda qilib. Ko'p narsaga erishdim. Chala qolgan o'qishimni tugatdim. Kattakon fabrikada ishlayapman. Mashina haydashni o'rgandim. Mashina oldim. 1 yil ham ketmadi, oyi. Bu hali hammasi emas. Hali niyatlarim ko'p. Muborak bo'lsin, zap ish qilibsan-da. Topganing tagidan bu qishloqqa qaytmasangiz ham bo'larkan-da endi. Piching qildi ona. Rozi kaftini
yana onasining qo'liga qo'ydi. Yo'q oyi, siz otam rozi bo'lmasa, bularning ma'nosi qolmaydi. Siz ham ayniqsa, otam ham men bilan faxrlansin dedim-da. Ona sovuqqon ohangda g'o'ldiradi. O'ziga ayt, sen bilan bir faxrlansin. Aytaman, qayerdalar? Ana, og'ilxonada. Rozi jilmayib o'rnidan turdi. Tovuqxonadami? Tojdor xonimning oldidami? Oldiga borib, bir qoyil qoldiray. Otamni ham rosa sog'inganman. Rozi uydan chiqib, og'ilxona tomonga yura boshladi. Jobir uning ortidan bormoqchi bo'lgan edi. Rozi unga turavering deb ishora qilgach, o'sha yerda qoldi. Rozi og'ilxonaga borib, eshikni itarib ochdi-da, shartta ichkariga kirdi. Cho'chib ketgan tovuqlar u yoqdan bu yoqqa uchib, hamma yoqni to'zg'itib yuborishdi. Otasi bu yerda yo'q edi. Qaytib chiqib, baland ovozda otasini qayta-qayta chaqirdi. Uni izlab, uyning atrofini kezib chiqdi. Biroq otasi hech qayerda yo'q edi. Rozi onasining oldiga qaytib borib, so'radi. Otam qani? Hech qayerda yo'q-ku. Bozorga ketdimi? Ona o'g'li kelgandan beri birinchi marta uning ko'zlariga tikildi. Yerning ostidan ham qidirib ko'rmadingmi? Rozi bu gapni eshitib, karaxt bo'lib qoldi. Nima dedingiz? Sendan 2 oy keyin otang ham ketdi. Sen bizni qanday tashlab ketgan bo'lsang, u ham meni shunday tashlab ketdi. 2 oyni meni tashlab ketdinglar. Rozining oyog'i bo'shashib, onasining yonidagi kichik kursiga o'tirib qoldi. Og'zidan birorta so'z chiqmay qoldi. Hatto yig'lay olmadi. Hech narsa so'ramadi. Ko'zlarini chirt yumib, og'ir-og'ir nafas olib, jim o'tiraverdi. Rozi shu holatda uzoq o'tirdi. To'satdan onasi jahl bilan so'rab qoldi. Unga uylandingmi? Rozi boshini ko'tarib onasiga qaradi. Kimga? Maryam xonimgami? Xonim deysanmi? Demak, hali uylanmabsan. Men birinchi marta ko'rganimda yo'q. Uning kimligini bilganman. Gap so'zini eshitganimda yo'q. Seni mendan tortib olmoqchi ekanligini sezganman. Kimdir tortib oladigan yosh bola emasman, oyi. Yo'g'e, shuning uchun ham shuncha payt yo'q bo'lib ketibsan-da, ha? Shuncha paytdan beri na ko'rganing kelding, na holimdan xabar olding. Xuddi 10 yil o'tib ketgandek gapiryapsiz, oyi. Onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada degan gap to'g'ri ekan. Hali bola chaqali bo'lsang, o'shanda bilasan. Meni kechiring, oyi. Bunday bo'lishini bilsam, umuman ketmagan bo'lardim. Hali ham kech emas. Kech emas? Nima qildaysiz? Nima qilsam rozi bo'lasiz? Ona hech ikkilanib o'tirmay, o'g'liga shart qo'ydi. Men bilan shu yerda qolasan. Boshqa ketmaysan. Meni bag'rimdan yulib olgan o'sha xotinning oldiga bormaysan. Oyi, undan ko'ra siz men bilan kelsangiz bo'lmaydimi? Men hech qachon senga o'xshab jonajon uyimni, otangni tashlab ketmayman. Rostdan ham menga yaqin bo'lging kelayotgan bo'lsa, shu yerda mening yonimda qolasan. Butunlay qaytib kelsang, meni tashlab ketganingni kechiraman. Rozi nima deyishini bilmay yerga qarab qoldi. Barmoqlari bilan ko'ksidagi kumush zanjirning ko'zini paypaslab, indamay o'tiraverdi. Nima deysan? Gapir. Yonimda qolib meni rozi qilasanmi yoki o'sha tulkining yonida qolib meni g'azabimga uchrab yuraverasanmi? Maryam xonim Rozi ketgan kunning ertasi tongda uyg'onib, o'rnidan turdi. Qasr bog'iga qaragan balkon eshigini ochib, bu go'zal tongning havosidan bahra olib, o'pkasini to'ldirib, nafas oldi. So'ng bog'bonning ishini birpas tomosha qildi. Shu payt uzoqda Jobirning mashinasi ko'rindi. Mashina qasrga yetib kelib, asosiy darvozadan ichkariga kirdi. Maryam Rozining qaytganidan xursand bo'lib, tabassum qildi. Lekin uning juda tez qaytganini ko'rib, ko'ngliga g'ulg'ula oraladi. Darhol xonasiga qaytib, kiyimlarini almashtirdi. Pastga tushsa, zalda furashkasini qo'ltiqlab, boshini egib, Jobir uning yonida unga eshikni ochgan saboq turibdi. Jobirning qo'lida Rozining chamadonini ko'rib, Maryamning yuragi uvushdi. Janob Rozi qani? Mashinada bir o'zimi? Yo'q, Maryam xonim. Janob men bilan kelmadilar. Nega? Unga nimadir bo'ldimi? Qattiq xavotirlanganidan Maryamning yuraklari gursillab ketdi. U qo'lini ko'ksiga qo'yib, Jobirga mo'ltirab qaradi. Hech narsa bo'lgani yo'q, xonim. Janob Rozi to'g'ri fabrikaga bordilar. Zarur ishlari bor ekan. 2 soatdan keyin fabrikaga borib, u kishini olib kelaman ekan. Bu gapni eshitib, Maryam ancha yengil tortdi. Erkin nafas oldi. Xudoga shukr. Boshqa xizmat bormi, xonim? Safar qanday o'tdi?
Jobir Sabohning oldida gapirishni xohlamayotgandek unga bir qarab qo'ydi. Buni fahmlagan Maryam Sabohga qaradi. Nonushta tayyor bo'ldimi? 2 daqiqada tayyor bo'ladi, xonim. Hozir borib tezlashtiraman. Saboh oshxona tomonga ketgach, Jobir uning ortidan 3-4 qadam tashlab, xonadan chiqib ketganiga ishonch hosil qilgach, gap boshladi. Safar juda yaxshi o'tdi, lekin... Nima lekin? Kelishda janob Rozining kayfiyati yo'qqa o'xshaydi. Men bilan bir og'iz ham gaplashmadi. Adashmasam, yo'lda 2 marta yig'lab ham oldi. Yig'ladi? Ha, o'zi uyda ham ko'p bo'lmadi. U yerdan kayfiyati juda yomon ahvolda chiqdi. Boshqa joyga bormadinglarmi? Yo'q, janob Rozi uydan chiqib, mashinani qishloq bo'ylab haydashni buyurdi. Bir necha soat shunday yurdik. Janob Rozi bir so'z demay, derazadan tashqariga tikilib o'tiraverdi. Charchab qolganimni sezgandan keyin mehmonxonaga qaytishni buyurdi. Mehmonxonaga yetgunimizcha birpas ko'zi ilindi. Mehmonxonada qoldinglarmi? U yerda faqat men qoldim. Janob mendan mashinani olib, haydab ketdilar. Qayoqqa? Bilmadim. Men uxlashga yotganda kechki soat 9lar edi. Rosa charchaganim uchun qotib uxlab qolibman. Shu bilan kechasi soat 1da janob Rozi uyg'onganda turdim. Janob meni turg'izib, uyg'otganim uchun uzr, lekin bu yerda qololmayman dedilar. Men yaxshilab dam olganimni, bemalol mashina hayday olishimni aytdim. Shundan keyin to'g'ri bu yoqqa qaytdik. Nega to'g'ri bu yerga kelmay fabrikaga ketdi ekan? Bilmadim, xonim. 2 soatdan keyin olib kelaman dedingmi? Ha, 2 soatdan keyin kelarsan dedilar. Yaxshi, janob Rozini olib kelganingdan keyin senga dam. Bugun ham, ertaga ham dam olaver. Ishga chiqishing shart emas. Rahmat, xonim. Bugunning o'zi yetarli bo'ladi. Bugun ham, ertaga ham. Xo'p bo'ladi. Jobir boshini egib, 1-2 qadam tashladi. So'ng nimadir yodiga tushgandek to'xtadi. Xonim, doktor nima bo'ldi? Uni ertaga olib kelishim kerak edi-ku. Qo'yaver, doktorga qo'ng'iroq qilib, vaqtim yo'q, indinga keling deyman. Meni ma'zur tuting, xonim, lekin meni deb doktorga ko'rinishni keyinga sursangiz, xotirjam bo'lolmayman. Yo'q demang, ertaga olib kelaveraman. Keyin kechgacha bemalol dam olaveraman. Iltimos. Mayli, borsang borib, olib kela qol, dedi Maryam jilmayib. Jobir Rozining jomadonini eshik yonidagi kursiga qo'yib, tashqariga chiqib ketdi. Maryam borib, jomadonni ochdi. Qarasa, Rozining kiyimlari ustida kumush zanjir turibdi. Maryam hayron bo'lib, o'ziga o'zi dedi. Senga nima bo'ldi, Rozi? Maryam zanjirni bo'yniga taqib, jomadonni yopdi. So'ng nonushta qilish uchun ovqatlanish xonasiga ketdi. U nonushta qilib bo'lgach, kabinetida Rozini kutib, daqiqa sanab o'tkazdi. 2 soat 2 yildek tuyulib ketdi hamki, Rozi kelmadi. Xavotirga tusha boshlagan Maryam xonadan chiqib, bog'ga yurdi. Yo'lda uni Saboh uchratib qoldi. Qayoqqa ketyapsiz, xonim? Bog'ga chiqib, Rozini kutmoqchiman. Janob Rozi kelganlariga 1/2 soat bo'ldi-ku. Nima? Nega yonimga? Hozir qayerda? Kelishi bilan to'g'ri xonasiga chiqib ketdi. Shunaqa-de. Mayli, rahmat. Maryam tepa qavatga chiqib, to'g'ri Rozining xonasiga bordi. Eshikni bir necha bor asta taqillatdi. Javob bo'lmagach, sekingina so'radi. Rozi, ahvoling yaxshimi? Hech kim javob qaytarmagach, eshik tutqichidan ushlab, ichkariga kirdi. Lekin Rozining izn bo'lmaganiga ikkilanib qoldi. Eshikni taqillatmay, savolini qaytardi. Kiraveraymi? Eshik ortidan Rozining kiraver degan ovozi eshitildi. Maryam ichkariga kirdi. Rozi yerda, karavotga suyanib, qo'llari bilan tizzalarini quchoqlab, ro'parasiga tikilib o'tirardi. Maryam u tomonga yurib, xavotir bilan so'radi. Senga nima bo'ldi? Hech narsa, dedi Rozi mahzun ohangda. Maryam uning yoniga o'tirdi. Uydagilar yaxshi ekanmi? Ha, dedi Rozi chuqur xo'rsinib. Nega sen bilan kelishmadi? Rozi bo'lishmadimi? Rozi bo'lsa yoki bo'lmasa, fikrimiz o'zgaradimi? Yo'q, sendan boshqalarning fikri menga qiziq emas. Unday bo'lsa, bu gapni unutaylik. Nima bo'ldi o'zi? Nega bunchalik siqilyapsan? Voqealar men tasavvur qila olmaydigan darajada tezlashib ketdi. Demak, rozi bo'lishmabdi. Bu o'tirishingdan ular menga uylanishingga qarshi chiqqan. Shuning uchun siqilyapsan. Menga to'g'risini ayt. Ikkilanib qoldingmi yoki birga baxtli bo'lishimizga shubha qilyapsanmi?
Yo'q, birga bo'lishimizga zarracha shubham yo'q. Ayniqsa, qishloqqa borib kelganimdan keyin. Nima bo'ldi o'zi? Dardingni menga ham aytsang-chi. Hozir men o'ylantirayotgan yagona narsa hayotimni sen bilan davom ettirish. Sen bilan faqat, sen bilan. Sendan bir kungina va nari ketsam, sog'inchdan ado bo'lay dedim. Borganim yaxshi bo'lmadi. Seni qanchalik qattiq sevishimni menga ko'rsatib qo'ydi. Siqilgan paytimda faqat sening bag'ring haqida o'yladim, lekin topolmadim. Maryam g'amgin jilmaydi. Shuning uchun to'g'ri shu yerga kelmay, fabrikaga ketibsan-da. Yomon charchagandim. Sen bilan bu ahvolda ko'rishgim kelmadi. Bu yerga xotirjam kelish uchun bor g'azabimni Molikka to'kib sochib oldim. Lekin men jahling chiqqan paytda ham birinchi bo'lib mening oldimga kelishingni xohlardim. Bilmasam, o'sha vajohatim bilan menga toqat qila olmaysan deb qo'rqdim shekilli. Juda yomon ahvolda edim. Inson kimnidir chin dildan sevsa, uni har qanday holatida ham sevadi. Men hayotingdagi hamma narsa bo'lishni, yo'lingdagi yo'qotganingda mayog'ing, musibatga uchraganingda suyangan tog'ing bo'lishni istayman. Men o'zimni hali senchalik bilmayman. Albatta bilmaysan-da, chunki sen o'zingni mening ko'zlarim bilan ko'rmaysan, tuyg'ularingni mening qalbim bilan his qilmaysan. Sen meni yo'qligimda sog'inibsan, men esa seni yonimdaligingda ham sog'inaman. Imkoni bo'lganida sendan bir soniyaga ham ayrilmasdim. Meni qalbingda saqla, shunda doim sen bilan birga bo'laman. Endi shunday qilaman. Faqat menga anavi men bergan zanjirga o'xshab muomala qilma. Axir fursat topildi deguncha uni duch kelgan joyga uloqtirasan-ku. Rozi Maryamning bo'ynidagi zanjirni endi ko'rdi. Qishloqdan qaytib kelayotganida uni yechib, jomadoniga solib qo'yganini esladi. O'zimni juda yomon his qilayotgandim. Shunga bo'ldi, gapirma. O'zgartirish qo'lingdan kelmaydigan ish. O'zingni oqlama. Rozi zanjirni olish uchun qo'lini uzatdi, lekin Maryam zanjirning ko'zini kafti bilan berkitib oldi. O'zimda turaversin. Men uni nima uchun doim yechib yurishingni bilaman. Bunga ko'nikib ham qoldim. Rahmat. Aytgancha, fabrika haqida senga bir gap aytmoqchi edim. Qanday gap? Boshqaruvni to'liq o'z qo'lingga olgin. Molikning o'rniga. Iltimos, menga bunaqa katta mas'uliyat yuklama. Yuklab bo'ldim. Advokatga aytdim. Hamma hujjatlarni tayyorlayapti. Bunday qilmasliging kerak edi. Bilmadim, lekin shunday qilmasam bo'lmasdi. Men hech kimga senchalik ishonmayman. Qolaversa, endi sen mening turmush o'rtog'imsan. Bunaqada men haqimda o'sir-o'sir gaplar ko'payadi. Hech kimning gapiga e'tibor berma. Iltimos, odamlarning gap so'zi munosabatimizga ta'sir qilishiga yo'l qo'yma. Mayli, lekin bitta shartim bor. Bu ishni sal keyinroqqa qoldirasan. Nega? Moslashib olishim kerak. Menga ozgina vaqt kerak. Iltimos. Mayli, kelishdik. Endi menga aytchi, boshqaruv senga o'tganidan keyingi birinchi qiladigan ishing nima bo'ladi? Molikni ishdan haydayman, dedi Rozi ikkilanmasdan. Maryam bu gapdan hayron qoldi. Nega bunday deysan? Men o'ylamagandim. Nega uni bo'shatmoqchisan? Chunki u seni aldab, o'g'rilik qilyapti. Amakivachchang bo'lgani uchun shuncha payt o'zimni bilmaganga solib yurdim. Lekin endi jim qarab turmayman. Bilaman, u fabrikaning tushumidan pul o'g'irlaydi. Bilganimga ancha bo'lgan. Nega uni jazolamagansan? Dedi Rozi hayron bo'lib. Molik bor budini sovurib, katta qarzga botib qolgan edi. Bu ahvolda qamalib ketishi mumkin edi. Men uning barcha qarzlarini to'lab yubordim. O'zini esa oyoqqa turib, hayotini o'nglab olsin deb fabrikaga direktor qilib qo'ydim. To'g'ri, odamlarga ahmoqdek ko'ringan bo'lsam kerak. Lekin u mening oilamdan qolgan oxirgi qarindoshim, otamdan, amakimdan yodgorlik. Shuning uchun to'lanadigan arzimas to'lov deb qabul qildim. Endi sening oilang menman. Unga bundan ortiq sabr qilishga majbur emassan. Menga sendan boshqa hech kim kerak emas, dedi Maryam jilmayib. Ijro etuvchi Farangiz Murodova. Davomi bor.